Oyi, o'zingiz vijdonan ayting. Shu kungacha mendan yomonlik ko'rganmidingiz? O'chir ovozingni. Shu uyga kelin bo'lib tushibmanki, sizdan bir og'iz shirin so'z eshitishni orzu qilib yashadim. Farzand ko'ra olmayotganimni tinmay yuzimga soldingiz. O'tsam, ketsam faqat turtkilardingiz. Men esa sizni mehringizni qozonish uchun faqat xizmatingizni qildim. Lekin siz bo'lsa mendan ozgina mehringizni qizg'andingiz. To'g'ri. Men kechirib bo'lmas xato qildim. Lekin bunga siz aybdorsiz. Siz o'z o'g'lingizni oilasi bag'rida qolishini xohlamadingiz. Er xotinni bir-biridan ajratdingiz. Vaholanki o'g'lingizga sabr qilishni, oila birinchi o'rinda ekanligini tushuntirishingiz, uni qo'yib yubormasligingiz kerak edi. Men bunday bo'lishini xohlamagandim. Meni oilam to'la to'kis bo'lishini, mana shu xonadonni qadrli kelini bo'lishni niyat qilgandim, oyijon. Turmush o'rtog'imni suyukli ayoli bo'lishni xohlagandim. Afsus. Afsus, bu yerdan topmagan mehrni boshqa insondan qidiribman. Meni hech qachon yoqtirmagansiz, oyijon. Mana endi meni qaytib ko'rmaysiz. Yolg'iz o'zingiz mana shu katta hovlida huvillab o'tirasiz. O'g'lingiz ham endi qaytib kelmaydi. Ulardan biz allaqachon ayrilib bo'lgansiz. Faqat buni o'zingiz bilmaysiz.